Buyda namlıq əsərdə bu yerdə Sunjan orduq əl bulmayız degan vaqtda bu yerdəki Lüykoy, Wusung, Lujishin qatarlıq nurg'un palvonlar əl bulishni xohlamaydi. Biz əl olmaymiz, nima ish qilib bu deb qarshi chiqayotgan vaqtning o'zida Sunjan nima uchun bularni boshlab Hanus bazmisini ko'gili kashda opirdi. Navbat shu Tulunay ravog'idagi Lishishi degan qizbollarni ko'rish maqsad bo'lsa, bu tompay lyukchak lavdalni aklishning nima hojati? Bu yerga Yanchin, Chayjin G'ojam, Dayzun qatorli qo'lug'i yumshoq islusbatlarni akasa tinish olib ketmasmidi? Bularning mijozini 5 qo'ldek bildigan Sunjan nima uchun yana mushlarni tang akildi bu yerga? Sunjanning zodi qanday maqsadi bor? Sobida haqida. Hamda bu mas Sunjanning mayt qilib ishlab ketgan bir o'yini, taktikasi. Nima ish bunday qildi desanglar, bu yerdagi alolmaymiz deb qarshi chiqqanlarningki ko'pinchisi qarsak tog'liq, yezilik, saraliq, tompaylar. Shunami? Yeni bular shaharning qandaq nochi bo'lganligini bilmaydi. Shuning uchun bugungidek mana katta Panus bayram bo'layotgan taz qiziydigan vaqti bularni akasa, shundoqki qarshi Prema Oston degan shahar degan mandavulga aslida necha vaqtdan nerda yashab qolgan bo'g'aydim men. Qarsval bu chiroqlar, mayada Tulunay ravog'i tug'an, oyat Kitivi tug'an, mayad Vangba tug'an, Xunsanning qishida Juba tug'an, bu yerga may, sharob, kavab, polo, samsa, birsidan esil kavas do'g'aplar. Bu shaharning qizvallarining chiroylikligi, viy jiptak tug'an. Shuning bilan bu o'yinning hammasining ichiga bir o't tushib, shaharga mandaq bo'ldik-a. U eski taqdir bizga nima bor? Biz al olsak, biz mashar pochi, yossaq mashar turmushdan huzurlanib, chiroyli xotinni binib deb hammasining ko'ngliga majin kirdi. Qarana Sunjanning mandaq maqsadi bormi yada? A tompayliga eg'iz ufurtib ular va shahar degan andaq mandaq al olsa mandaq deb ming eg'iz gap qilgandan birlik ko'rsatib qo'ysa, o'zi bu gapni taqib, hammamiz degan taqildab qachon kiramiz shaharlik qilamiz deb aran qoldi. Yenib kelgandan keyin qarasanglar, shuninglar bularning ko'pinchisining zuvoni itlib voy alvosaq maylimiya, alvopaqam tixiya digil turdi. Ikkinchidan albatta o'zini qo'g'da. Shunami? Endi bayatgan bu yerga Lüykoy, Wusung, Lujishin qatorliqning nayt qo'pal, ochiq yomandek tug'an bilan ne qoyit kelganda bular jinni tikib turib Sunjanni qutuldirib olalaydi. Bularning amaliy kuchi bor. Amaliy marti var. Şunun için bu yerda Sunjan o'zining bexatarligini o'ylagan maqsadda bularning ovochilik chiqarishidan qo'rqmay yeni bularni akagan. Endi Sunjanning bu plani bir chalmi 3 paqtak soqqan shunda qaltis plan. Birinchidan Tulunay ravog'idan Lishishi bilan ko'rishib, beylik ishini bitirib oldi. Ikkinchidan bu yerga alolmaydi degan Guytuzilning hammasining zuvaning 3 yil bo'ldi. Üçüncüden özünün bexatarligiga kapolat qilgan oldu. Shuning uchun qarasanglar bu Panus bazmisi qo'yib Lishishi bilan ko'rishib bir oddiy ishdak bo'lgan bilan nurg'un masalani Sunjan mash ish orqali hal qilayotgan bu yerda. Undaqda suv buyda nomli asarning davomi qiziqadigan do'stlar, men qo'shib berishni unutib qolmanglar. Keyingi sondagi mazmun texim sarxil.